Kişilik hayat hamma yer g'am qayg'u to'lgan bo'lib, bir oz ziyrak kishi ko'ngilsizlikning kishilik turmushga har vaqt hamroh ekanligini his qila oladi. Xushalliq hamma odam daxil bo'la olishi tayin. Ammo g'ashlik har vaqt har joyda odamga hamroh bo'ladi. Turmushdagi oddiy ishlar buning dalilidir. Masalan, attiganda o'rningizdan turibla havoning bulutli ekanligini ko'rsangiz, ko'nglingiz bir oz g'ash bo'lishi mumkin. Amaliyotda bu doim bo'lib turadigan ish. Rostini aytganda, osmondan pichoq yog'masila bu karoyitchalik bir ish edi. Lekin havoning ochiq yoki tutuq bo'lishi kishilarning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Talatsat qora bulut go'yo girtishidek odamning yuragini besib tursa, kishi qandoqmi xushal bo'la olsin? Haqiqatan kishilik turmushda o'ngishli chog'lar oz, o'ngishsiz chog'lar ko'p. Bu ko'p qism kishilarning o'rtaq taqdiri. Masalan, attiganlik nashtidan keyin kiyim almashtirib sirtqa chiqsiz. Bu texmi boshni og'ritadigan ish. Siz u kiyim bu kiyimni kiyib ko'rasiz. Lekin ko'p hollarda bu kiyim o'zimga yarashamdi, yarashmamdi deganni emas, balki boshqalarning ko'ziga sig'amdi, sig'mamdi, buni kiysam haqlar nima deb qolar deganni o'ylaysiz. Siz jamiyatdagi moda iqimni anqirib bo'la olmaysiz. Siz kiyimni o'zingiz uchun emas, balki boshqalar uchun kiysiz. Modaning oldiga o'tib ketsangiz, boshqalar keyningizdan gap topadi. Modadan qolsangiz, masxara qilib kulishadi. Odam bo'lmoq haqiqatan o'ng'ay emas. Kiyim kiyishdan boshqa yana beshingizni qaturdigan nurg'un ishlar bor. O'zingizning ishlariga o'zingiz ega bo'lib bo'la olmaysiz. Ba'zida sirtdagi qalaymaqan qistongchilikqa qarab kayfingiz uchdi. Dunyo nihoyat cho'ng. Siz bir odam ortiqlik qilmaysiz. Biroq put qo'yg'idek yer qolmagan qistongchilik ichida beshamlarcha o'zingizning yoki boshqalarning mavjudligidan xafa bo'lasiz. Kundalik turmush deyishimidan o'zingizni qochira olmaysiz. Cho'ng bo'lib, jamiyatga qadam bosgandan keyin qanday qilinayran va pishkanliklarning o'zingizni kutib turganligini bilolmaysiz. Shunga yashashning to'liq mushkulligini bargancha his qilasiz. Dadallarcha aytganda, yashayverib yerib qolasiz. Qanday qilish kerak? Navoda taqdiringizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, cho'mildek yashashga xotima berib, har ishda o'zingizga xushallik izlang. Ko'nglingizdagidek dunyoni topmay qo'ymang. Hargiz o'zingizni tanglikda qoldirmang. Shuni esingizda tutingki, o'zingizning dunyosi va xushallik faqat o'zingizga mansub. Hargiz yashayverib yerib qolmang. Balki yashagancha texmi yashash orzusida bo'ling. Osmondagi oy faqat qorong'ulikda o'zini namoyon qila oladi. Mushaqqatdan, ko'nglingizga yoqmaydigan ishlardan bakvoy sap ketmang. Balkim u muvaffaqiyatning bahonasi bo'lib qolishi mumkin. Shundaqla necha kun beri yog'ayotganning qor yoki yomg'ir ekanligini belgili bo'lmaydigan qamlashmagan havo rayidan voysamang. Chunki havo isib ketsa, o'xshashda chidamaysiz.